Assalom hammaga. Yo'q, yig'lamasdan. Assalom. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizlarning bugungi ketadigan manzilimiz Koreya qabristoni. Turmush o'rtog'im muddatilar olamdan o'tganlar. Hammasini sizlarga ham ko'rsatib Salom. Salom. Biz birinchi o'rinda magazinga ketyapmiz. Sababi Koreyada marhumning yaxshi ko'rgan narsalarini sotib olib, qabrni ziyorat qilishadi. Ya'ni hozir dadalari yaxshi ko'rgan narsalarni ketamiz. Hozir hayron qolishinglarni, chunki alkogol sotib olamiz. Dadalari alkogol yaxshi ko'rgan ekanlar. O'shaning uchun iloji yo'q boshqa. Turmush o'rtog'im islom dinini qabul qilgan bo'lsalar ham, musulmonlikda unaqa qilinmaydi deb aytib tushuntirgan bo'lsam ham, unaqa qilmaysiz deb majburlab turib ololmayman. Sababi musulmon bo'lib turib, qilish kerak bo'lmagan ishlarni qancha qilib yashab yurgan odamlar ko'p. Men shunchaki turmush o'rtog'imni hurmat qilaman. Ular bo'lsa marhum dadalarini. O'shaning uchun shu yoshlargacha qanday o'rgangan bo'lsalar, o'shani bajaryaptilar. Namangan Shevada opodda deyiladi. Bolajonimni bitta opoddasi bo'lgan. Ular ham olamdan o'tib ketganlar. Qovunni qaranglar kichkinaligini. 아버지가 좋아하는 것들 샀어요? Dadam yaxshi ko'rgan narsalarni olganman, dorlar. 살아계실 때 빵 많이 좋아하셔갖고 빵 샀고 그리고 참외도 샀고 굴도 이렇게 샀고 소주. 이따가 아버지 이제 산소 가면은 아버지 좋아하는 것들 드릴 거예요. 기분이 괜찮아요? 아, 괜찮아요? Uzoq yo'lga chiqsak, bolamni uyqu vaqtiga moslaymiz. Potom uxlab qoladi. Men bo'lsa hozir bitta o'tib ketaman. Основной yo'ldan naqaga kirib ketyapmiz. Dam olib, nimadirlar olib ketsa bo'ladigan joyga hozir yoni ham ko'rsataman. Qaranglar kattaligini. Hamma narsa bor ichkarida, oshxonadan tortib magazingacha. Bolamni uyg'otgimiz kelmadi, потому что сразу yana ketamiz-ku. O'shaning uchun Erjon telefonlaridan menikiga telefon qilib, dinamikani yoqib oldik. Bunaqa joyda asosan nimadirlar yeb, ichib, olib ketish uchun to'xtaladi. Har xil narsalar tayyorlashadi, koreyskiy qaranglar. Men, как всегда, кофе olaman. 바닐라 라떼? Ne, ice. 바닐라 라떼, 마키아토. Qaranglar, ona bola xonasigacha bor. Tasavvur qilinglar, Peruvalda shunaqa joylar bor. Maza bo'ladi. Kinolarning qabriga ham boradigan bo'ldik. O'zi magazinga ular yaxshi ko'rgan narsani olishga ketuvdilar, eslaridan chiqib qoldi. Ha. Ketdilar olgani. Magazindan tortib oshxonagacha borib chiqardi. O'g'lim uyg'ondi. Amirim? Ha? Siz tozalab ketdingizmi? Baba bo'lishi. Men shunisini yaxshi ko'raman. Mana qaranglar bilan alohida ko'rsatib qo'yadi yo'llarni. Koreyada pulli yo'llar ko'p. Mana bunaqa joydan o'tganingizda mana shu pul yechib oldi degani. Mana bitta bizning kartamiz bor. O'shandan pul yechib oladi avtomatik. Почти kelib qoldik. Biz yetib keldik o'rtoqlar. Hozir sizlarga iloji boricha atrofni ko'rsatishga harakat qilaman. Turmush o'rtog'imdan qayta so'rab ko'rdim, kayfiyatingiz yaxshimi deb. Ular yoshliklarida antalar olamdan o'tganlari uchun ular o'sha bu narsaga o'rganganlar, qabullanganlar. Shuning uchun menimcha yaxshi ularning holatlari. No, menga o'sha yerdagi Koreya qabristonimi, O'zbekiston qabristonimi qattiq bo'lishidan qat'iy nazar qabristonga borganimda boshqacha ta'sir qiladi. 영상 찍고 있었어. 영상 어제 찍고 있었어. 아네, 뭔데? 여기에 아버지, 큰아버지, 큰어머니 여기 소목장에 지금 잠들어 있어요. 네. 부터만 보시죠. Bu atroflar hammasi qabriston. Keldik. Mana bunaqa gullaylab ketishadi. Ay, mana shu yerda. Kel. 아버지는? Mana shu kichkina joyda. Turmush o'rtog'im nima qilishlari kerak bo'lsa o'zlari qiladilar. Meni va farzandimni bu narsaga majbur qilmaydilar. Sababi shunchaki ular shunaqa o'rganishgan va turmush o'rtog'im dadalari musulmon inson bo'lmaganlari uchun shunaqa qilishim kerak deb o'ylaydilar. 알았어. 할아버지가 많이 좋아할 거야. 응? 할아버지 여기 있어, 여기. 아들, 할아버지 여기 있어, 여기. 괜찮아요.
Ko'pchilik taxmin qilsa kerak, Koreyada olamdan o'tgandan keyin jasadni yoqib kul qilishadi. Bu to'g'ri. Afsuski turmush o'rtog'im dadalarini ham shunaqa qilishgan. Lekin asosiy joyga ahamiyat berish kerak. Unda meni turmush o'rtog'im musulmon inson bo'lmaganlar. O'tmishni muhokama qilish, o'tmishdagi xatolarni muhokama qilish qanchalik to'g'ri, endi o'zingizlar qaror qilinglar. Kommentariy yozishdan oldin. Yana bir asosiy joy, turmush o'rtog'im dadalari ham musulmon bo'lib, olamdan o'tmaganlar. O'shaning uchun ular qanaqa holatda dafn qilinganlarini muhokama qilish bizga emas menimcha. Har bir daraxt tagiga 12 tadan insonni, ya'ni marhumni jasadini, kulini ko'mishgan ekan. Soat shaklida bo'lar ekan. Yonidagi toshga hammani bittadan ismini yozib qo'yishar ekan. Soat shaklida ko'milishining sababi shu 1, 2, 12 qilib topib olishar ekan qaysi tomonga ko'milganini. Bizda qabristonga borganda Qur'on tilovat qilinsa, bularda shunchaki o'sha marhumni yaxshi ko'rgan narsalarini olib kelib, shu daraxtning yonida, ya'ni uni kuli ko'milgan joyda o'sha marhumni yaxshi ko'rgan narsalarini yeb, gaplashib o'tirish kerak. Bu yoqlarda bilmayman, juda ham ko'plab odamlar birga ko'milgan ekan. Tushunishingiz uchun qabriston juda katta. Lekin har bitta daraxt tagida eng kamida 12 ta odamni shu endi kuli ko'milgan. Dafn qilish turlari bitta emas, bir nechta musulmonlarga buyurilgandek kafalab, butun holatda dafn qilish ham bor. Lekin afsuski, ko'rib turganingizdek, qabriston qanchalik katta bo'lmasin, marhumlar soni juda ham ko'p, juda ham. Va yana bitta ma'lumot, Koreya juda ham kichkina davlat. O'zbekistonning oldida bilmayman, bir necha barobar kichkina hisoblanadi. Odam sig'dirish, ya'ni marhumlarni sig'dirish qiyin bo'lgani uchun menimcha yoqishadi. Bunga dinning aloqasi yo'q deb o'ylayman. Endi kinaylarni ziyorat qilyaptilar. Qaranglar, bunaqa qabristonlar ham bor.